Assalamu alaikum. Tanrılar. Bugün Bazar mal pazarı 2020 yıl 20 sentyabr. Şu malların bağlarını tartışıyorlar. Aka qancha oldu? Qancha? 116 ming so'm bo'ldi. Qancha oldu ton? 75 ming so'm bo'ldi. Bu orqada bolasi kim? Qanchadan bo'ldi aka? Bilmayman. Qancha oldi? 46 ming so'm bo'ldi. Aka qancha oldi? Qancha oldi? Hadi to'ldimi? 70 ming so'm bo'ldi. Aka qancha oldi? 63 ming so'm bo'ldi. Urg'ash torpog'men. Qancha oldi aka? 77? 77 ming so'm. Aka qancha oldi? 66 ming so'm. 59 ming so'm bo'ldi. 120 ming so'm bo'ldi. Onda erkek torpog'men. 120 ming so'm bo'ldi buldagi. Torpoq erkek ekan bulda. 28 ming so'mdan bo'ldi. 13 ming so'm bo'ldi. Eko 93 ming so'm. No 48 belki cho'ng markasi 45 ming so'm. Baba. Novoy balası men 60 ming so'm bo'ldi. Novoy balası men 67 ming so'm bo'ldi. Balası urg'ashgan. Mo 71 ming so'm bo'ldi, mo cho'ng. Şuloy balası men 69 ming 500 so'm. Balası urg'ashgan. O'zi bozdoda 75 ming kemi var deyaptir. 68 ming so'mga berib o'tdi. Balası urg'ashgan. 79 ming so'm bo'ldi. Balası urg'ashgan. Şuloydu 100 ming so'm deyapti. Balası urg'ashgan. 5. olası deydi. 10 litr süt var deydi. 87 ming so'mga berib o'tdi. Uydu qanchada olasiz bola? 80? 80 o'tasizmi? 85 ming. 85 ming. Bozor bağlı. Qancha so'radi? 76. 76 ga. Erkek balası men ekan. Qancha olasın? Qancha olası? 6 olası deydi. 74 ming so'mga sotildi. Balası urg'ashgan. Bu eko 84 ming so'm. Şul torpaqlar 24,5 ming so'm bo'ldi. To'g'anlar, gördüğünüz özünüzlerle işkeden tatış kıyın eken. Hazır şu balbazatın o'zidan tatib bergan hareket qildi. 47 ming so'm bo'ldi bunda. 45 ming so'm bo'ldi bunda. 75 ming so'm bo'ldi. Bir ayda to'ladi bo'z ekan. 65,5 ming bo'ldi. Qancha oldi? 43,5, 37,5 mingdan. 57 ming so'm bo'ldi. 20 ming so'm bo'ldi. 66 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi bu qola? Aka. 50 ming so'mdan bo'ldi. Bu qancha oldi? Qancha dedi? Aka qancha oldi? 67? 67 ming so'm. Bu qancha oldi ekan? 46,5. 55,5 ming so'mdan bo'ldi. Bu qolar qanchadan bo'ldi? 42, 45, 43 ming so'mdan bo'ldi. Bu qancha oldi? 78 ming so'm bo'ldi. Bu qolar qancha bo'ldi? 46 dan. Eko 46 ming so'mdan bo'ldi. 74,5 ming so'm bo'ldi. Qanchadan bo'ldilar? 90 ming so'm bo'ldi. 40 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi aka? 52 ming so'm bo'ldi. 80 ga sotib olib turishdi. Balası erkek ekanmi? 50 ming so'm bo'lsa. 64 ming so'm bo'ldi.
88 ming so'm. Ben no işten girgemiz. Aka qancha oldu şu? Yo 45 ming so'm. Buna bu 46 ming so'm oldu. Bu boğaz mı 46 ming so'm. Ha. 80 ming so'm oldu. 39 ming so'm oldu. Torpaqlar qancha aldın mı oldu? 40 ming so'm oldu. Qo'zlar 6 ming so'mdan bo'ldi. Navoiy bolasi menen 90 ming so'm bo'ldi. Bolasi erkak ekan. Qancha oldi? 7,5 ming so'mdan bo'ldi. Aka qancha oldi? 80 ming so'm bo'ldi buni. Bolasi yosh ekan, urg'och 60 ming so'mdan bo'ldi. 33 ming so'm bo'ldi. 65 ming so'm bo'ldi buni. 63,5 ming so'm bo'ldi buni. 47-48 ming so'mdan bo'ldi. 91 ming so'm bo'ldi. 83 ming so'm. 58 ming so'm bo'ldi. 56 ming so'm bo'ldi buni. Urg'och to'pol bilan 33 ming so'mdan. Qancha oldi bu? Aka qancha oldi? 61'den. 71 dem oldu. 35 ming so'm oldu şu bu kadar. Şu 95 ming so'm oldu. Erkek topu men 68 ming so'm satıldı. 150 ming so'm oldu. 6 ming so'm oldu. 50 ming so'm oldu. 90 ming so'm oldu. 34 ming so'm oldu bu qo'shqor. 62 ming so'mdan bo'ldi. 5,5 ming so'm bo'ldi. 5,5 ming so'm bo'ldi. 3 ming so'm bo'ldi. 72 ming so'm bo'ldi. 69 ming so'mdan bo'ldi. 35 ming so'mdan bo'ldi. 51 ming so'm. 88 ming so'm. 70 ming so'm bo'ldi. 86 ming so'm bo'ldi.